birinchi o'rinda bank degani, pul degani kreditlar masalasi. Kreditlar ajratib kelayapmiz shu paytgacha. İçimizde yo'q muammoli kreditga aylangan kreditlar, lekin erkinlik chiqyapti. Nima qilib? Bizda Agrobank o'zini hisobidan beryapti. Mahalla loyihasi, biznes implementation bor. Bundan tashqari hozirga mana shu asosan o'tkazishning sababi mana shu mahallada hokim yordamchilari tomonidan berilayotgan imtiyozli kreditlarni oldin boshqa bankda biriktirilgan edi, hozir respublika bo'yicha Agrobankka biriktirib berdi. Hozir nima qilsalaringiz maqsadli foydalaninglar, ishlatinglar, masalan kelinglar. Mana agentimiz bor, Omonqul aka, Qasimov aka, Jo'rabek aka bor, hokim yordamchimiz bor. Shu uchrashib maqsadli foydalaninglar. Xohlasalaringiz tadbirkorlik qilinglar, chorva qilinglar, dehqonchilikni farqi yo'q. Davlatimiz, prezidentimiz davlatimiz pulini ajratib beryapti. Faqat maqsadli ertaga qaytsin pulimiz. Bu pul masalan bir kishi, ikki kishiga emas, hamma